Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi Anna Suelning Qora go'zallik kitobini taqdim etadi. Angliya klassik adabiyoti durdonasi bo'lmish Qora go'zallik sarguzasht qissasi mutolaasiga siz aziz kitobxonni hamrohlikka chorlaymiz. Yaylovlardagi erkin hayotda dunyoga kelgan qora otning tutqunlikdagi hayoti, odamlarga sadoqati va betakror jozibasi, ayniqsa boshidan kechirgan sinovlari, ko'rsatgan jasorati va sevgisi qalbingizni junbushga keltirishi shubhasiz. Qirolicha Viktoriya davridagi Qora go'zallik sarguzasht qissasi mutolaasiga siz aziz kitobxonlar ham qo'shilishingizni so'rab qolardik. Yaylovlarda erkin hayotda dunyoga kelgan qora otning tutqunlikdagi hayoti sizni qiziqtirgan bo'lsa, ushbu kitobni mutolaa qilishga shoshiling. Asar asldan ixchamlashtirilgan rasmlar bilan boyitildi. Ammo mazmun va asosiy voqealar o'shaligicha saqlab qolindi. Toychoqlik davrimda tiniq suvli ko'lmagi bor, bahavo o'tloqda onam bilan birga emin erkin yashardik deb hikoyamizni boshlaymiz.